erta bo'shanish chorasi bormi? Yaqinda to'yim, 1 minutga qolmasdan bo'shanib qolyapman deb muxlisimiz xat yozibdilar. Juda qiziq savol. Qiziqligi shundaki, bu yigit hali uylanmagan, lekin erta bo'shanishdan shikoyat qilyapti. Bu yaxshi emas, do'stlar. Sababi sizlar o'zlaringizni sinash maqsadidami yoki boshqa maqsaddami shu holatlar bo'ladi sizlarda, keyin ertaga turli kasalliklar yuqtirib olasizlarda, uni ayollaringga ham yuqtirasizlar, o'zlaring ham qiynalasizlar. Yaxshi holat emas, birinchi tavsiyam. Ikkinchi tavsiyam shuki, do'stlar, har qanday sog'lom erkak, sog'lom yigit va qiz uylangandan keyin, uylanib bo'lgandan keyin 3 oygacha nima holat bo'lsa ham, erta bo'shanadimi, umuman bo'shanmasdan turib o'sha holat tugab qoladimi, ular normal qaraladi. 3 oy bemalol yashagandan keyingi holati inobatga olinadi. 3 oygacha nima bo'lsa ham bemalol normal qarab yuraveringlar. Hech qanaqa xavotirli holat emas. Agar 3 oydan keyin ham sizlarda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, unda doktorga, urologga murojaat qilinglar. Ungacha do'stlar, xavotir olmanglar, salomat bo'linglar. Agar yana qo'shimcha savol bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin. Va meni sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar.